Qani olsam boshlaydi bismillah. Bolasini Bu joyida 1.25 keladi Zohidjon, kichkina mol bas. Katta ham mol bas, lekin kichkina ham mol bas. Rosa bitta ro'zg'orni mol. Mana bolasi ham dadil bo'lib qopti. Bolasi ham ich ketisi yo'q. Sog'lom, dangillab emib yuribdi. Ikkinchisiga dab chiqyapmiz. Molni qarang. Yo'g'onligi gap yo'q ekan lekin. Chiroyli mol. Bu kichikroq mol ekan Zohidjon. Aytib qo'yapmiz, syomkada hali telefonda katta ko'rlar, lekin bitta molni jasadi, bitta molni sifati bor o'ziga. Mana Zohidjon. Xolos bo'g'ozga navbat endi bitta bo'zadi. Haqiqiy tikoni narxida o'zi ham. Ha, bitta bo'zadi puliga lekin bitta bo'zadi puliga oladi. Xudo xolasa sog' salomat, mana chiroyli 3 oy boqsa, bahorga chiqib, yerga ko'k chiqqan paytda tagiga bitta chiroyli novvosa tug'ib bersa, tug'ib beradi. Xudo xolasa Zohidjon, bugun jaydari video bo'ladi. Qisqa, jaydari, puli arzon, hali bozordan hech qayerdan mol ololmayotgan odamlarga yengil tarsatib sotadigan yengil video qilib beramiz, xudo xolasa. Pullari arzon, mollarimiz o'zi ham jaydari mollar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullo Shoppingda sotiladigan sifatli ro'zorbob arzon narxda sifatli sigir olaman deganlarga ikkita bolalar yangisidan sigirlar bor. Dolasi ola paroda, bunaqa shved paroda. Keyin bitta bo'g'oz bor. Dolasi arzon narxda sifatli olaman deganlarga O'zbekiston bo'ylab qiziqqanlarga yetib beradi. Bemalol telefon qila olasizlar. Bugun hafta kuniga dushanba sanamiz 5-yanvar 2026-yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Akbarobod mahallasi o'zi yaqinda telefonlashib kelasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi. Shu nomerlarga telefon qilsang yoki Telegram, WhatsApp yozsang javob beriladi. Doim shunaqa sigirlarman, bo'g'oz olaman deganlar uchun bo'ladi. Bemalol telefon qila olasizlar, kelaman deganlarga ilakasi tashlab beriladi. 97 501 02 52. Xohlasa sifatli olaman deganlarga uydan xohlasa telefon qilib uyda o'tirib olaman deganlar bemalol telefon qila olasizlar. Mollarda hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz, yurish-turishlarini, sog'lishlarini, xohlasa oxirigacha kuzatib bo'lsa hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Akmal aka Xondan akamiz. Assalomu alaykum Akmal aka. Alaykum assalom Zohidjon. Yaxshi keldingizmi? Tanjan sog'mi? Omonmisiz? Yaxshimisiz aka? Xudoga shukr. Hamma bizni kuzatayotgan obunachilaringizga salom. Hammasini bugungi haftani boshidan dushanba kundan oilasiga qutib baraka kirsin. Ali o'tgan safar ko'rmaganlar bu safar ko'rgan bo'lsa, yangi yillar hammasiga muborak bo'lsin. Xullas, bizni kuzatayotganlarga, musulmon ahliga hammasiga baraka tilaymiz, sog'lik, omonlik tilaymiz. Xudo xolasa Zohidjon, bugun jaydari video bo'ladi. Qisqa, jaydari, puli arzon, ali bozordan hech qayerdan mol ololmayotgan odamlarga yengil tarsatib sotadigan yengil video qilib beramiz, xudo xolasa. Pullari arzon, mollarimiz o'zi ham jaydari mollar, unaqa ortiqcha vahima emas. Hali puli yengil, ozgina pul bilan mol ololmayotgan odamlarga mana 3 ta mol tayyorlab qo'ydim. Shunaqa sigirlar ham bor ekan deyishadi xohlasa. Xudo xolasa. Narxlar bomba bo'ladi. Arzon narxda. Qani bo'lsam boshladik. Ola paroda ishqibozlarga birinchi bor ola parodadan boshladik. O'zimizni местный ola parodalardan ekan. O'zimizni qishloqni moli Zohidjon. Kecha syomkada pardaning orqasida turgan mollar tayyor basida mana 1-2 kun tayyorlab, bollarini ajratib, bayliqqa o'rgatib qo'ydik. Buni birinchini bolasi mana novvoscha Zohidjon. Novvoscha ekan bolasi? Ha, novvoscha. Kecha baylab qo'ydim. Bu hali dingillab emib yugurib yuribdi. Kechqurun ajratib qo'ydik. Endi arg'amchiga o'rganyapti. Mana bolasi novvosini olaman deganlarga eng qizig'i bolasi novvosi 8 kurak bo'lyapti. 8 kurak. 3-chi tug'ish ha. Zo'r ekan. 3-chi bolasi Zohidjon. Xudo xolasa molda biror dona nuqsoni yo'q. Mana o yelinlarini yumshoqligi, suti hamma yo'g'i sinovdan o'tdi. To'la chiroyli ekan. Mana bolasi bugun 6-kun, kecha 5 kunligida ajratganman. Ponni emib yuradi. Bir mahal ertalab qo'l tegizyapmiz, qolganiga bolasi emib yuradi. 3,5 litr, 4 litr ertalab bir mahalida sut beryapti. Endi hozirgisi ham, mana shu ham kechqurun ajratganman. Bir mahalgisi. Meni bilasiz. Dimlasam dimladim deb aytaman, dimlamasam dimlamadim deb borini aytaveraman. Bugun video olish niyati yo'q edi. Bolalar ham yuradi, kechqurun o'z bilan telefonlashdi, "Yo'q, qo'yib yuboraylik, borja" deb. Mana borini hali hech qanday anaqasiz shunday yaxlit ko'rsatyapman. O'sha jaydari, xudo xolasa. Xohlasa aytildi sutlari, molni ko'rinishligi 7 litr, 6-7 litr sut beradi Zohidjon. 6 litrga mendan hisoblab sodalashib olaveradi. Xudo xolasa 7 litr sut olsa, rahmat aytib qo'yadi. 5 litr olsa endi boquviga qarab bo'ladi. Shu 5 bilan 7 ning orasida sutga olaversin mendan. İşte mol lekin chiroyli mol ekan, bolasi ham dadil novvosidan tutalarini oladi. Endi buni hozir sog'i bo'lib yana qo'yib yuboramiz bolasini tagiga. Ha, o'zi qo'yib yuborish kerak. Yana nimagaki, hali hech bo'lmasa bir 20 kun emish kerak-da. Kim olsa ham jo'natib yuboraman, tagida bolasini bo'shicha olib borib
o'z rejimga sovolaveradi. To'g'ri, Xolasini baylab qo'yib soqsin, xolasini 20 kun, 40 kun emizib olsin. Qo'yib bersa yaxshi. Lekin yuvvoshligiga, yeb ichishiga, 6 litr sutiga garantiyasi bilan beraman. beriladi. Doimgi gapim, bir devor qo'shnimdan olyapman deb olaveradi. Hattoki Qoraqalpog'istondagi odam olsa ham. Xudo xolasa. Uzoqdan bo'lsa ham, yaqindan bo'lsa ham iloji bor. Shuni ko'rsatdik, mana 8 kurak, 3-tug'ishi, bolasini ovoz 6 litr sutga Zohidjon. Nech pul deymiz pulini aytaylik. Pulini kelishtirib ayting. kecha to'g'riga mana shunaqa moltasi 25 millionga oldim deb yetalab chiqib ketyapti turganini ko'zim bilan ko'rdimda. Bozorda. Xursand bo'lib chiqib ketyapti. 25,5 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida kamini qilib beradi. Kami ham bor. Ha, kami ham bor. Dastavkasi ham bor, vodiy bo'ylab besplatnik, natijada kami ham bor. Telefon qilasizlar, O'zbekiston bo'ylab endi misol uchun Toshkent yoki ozgina uzoqroqdan qiziqmoqchi bo'lganlarga iloji bor. Telefon qilib ozmas qo'shilib qolish mumkin. Telefon qilaverasizlar. Ikkilanmasin. Nimaga mana hozir vodiyni ichida deganimizda u Qorasuvga yoki Namanganni Nanayiga sotsak 500 mingga olib borib beradigan bo'lsa, o'sha 500 ming bizdan chiqib ketadi. Shunaqa. Egasi 500 ming qo'shadi, 1 millionga Toshkentga yetib boradi-da. Memoliy boradi haqiqatda. Ko'p qo'shilmaydi. Ko'p qo'shilmaydi. Hali yana kami bor bu Kami ham bor 25,5 işte. million ichida. Kamini Xudo xolasa kelishtiradi. kelishtirib qilib beramiz. Sifati lekin zo'r ekan oldi bolasini mana bir ovozlari. qator bor ma'lumotini aytib olgandan keyin ko'chaga olib chiqib yetalab yurishini, paqirni tagiga qo'yib qancha sut tushishigacha borini ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beramiz. U bunday videoni boshini ko'rib vaqt narxini eshitib chiqib ketmasin. Ma'lumotni oxirigacha olsin. Umid bilan bitta telefon qilib birinchi xaridorga sotaman. Xudo xolasa. Arzon qilib berdi. Novos bo'larligi deganlar uchun endi navbat ikkinchi sigirimizga o'zimizni местный bunaqa qora shvedlarda. Bu ham men qarang. Bu semizligini, xo'raligi, tanajoni sog'ligidan yaxshi boqilgan ekan. Eti zo'r ekan, semiz ekan. Eti zo'r. Tekkiz narsa. Buni ham bolasini kechqurun baylaganman. Mana idishi, bu qarang. Bu oldidan ko'rinmas ekan idishi, orqasidan mana 5 litr sutga beraman buni ham Zohidjon. 5 taka. Ha, nimagaki bu narxlarga 10 litr suti bor sizga bermaydi-da hech qayerda. To'g'ri. O'shanaqa narx aytaman, 5 litr sutga beraman. 5 litr sut kerak odam olsin. Shunaqalari. Nimagaki hozir buni 10 litr deb qo'ysam, 10 litr sut kerak odam buni olib olsa, borib 5 litr berib tursa, u odamning rasxotini qoplamaydi. U odam ko'ngilliga bo'lmaydi. Kimdir, misol pul tikadi, bitta studentimga yo'l kira bo'lib tursin deb, kimdir uy opa nevaralarga sut bo'lib tursin deb oladi. O'shuning uchun boriga aytib sotaman. 5 litr sutga olsin, asha 5 litr bo'lib narx aytib beraman. Baraka topaversin. Bolasi xunajin ekan. Ha, bolasi xunajin. Bolasi xunajin. Mana tishi. O'zimizni местный sigirmadan. Buni ham 8 ta tishi. Tishi zo'r ekan, buni ham 8 ta katta. Hali yana 3 ta 4 ta bolasini olaveradi, xudo xolasa. Molni eti tekis, bularda yog'li mol bo'ladi, mo beli sariq mollar. Mana semizligin lekin zo'rligi. Yuvoshligi Zohidjon o'ng, chap, arqa oldi. Bemalol sog'laveradi. Men biz ham hali tepadigan moldan o'zimiz ham zerikkanmiz. Nimagaki bu bugun sotilsa 5 kun uyda turadigan bo'lsa 5 kun xotinlar tepki yeydi-ku. To'g'ri. Olmaymiz tepadigan molni. Iloji bor yaxshi. Birovga ham bermaymiz, xudo xolasa. Bolasi ham mana dadil. Buniki ham 8 kun 10 kunlik bo'lib qolgan bo'zagi. Ancha dadil bo'lib qoldi. Undan ko'ra bir 3-4 kunlik ertaroq tug'ilgan bu bo'zak. Bu ham emib yuribdi. Kun sovuq, biz ham ertalab bir mahal qo'l tegizyapmiz, qolgan payt kechgacha emishib yuribdi. O'shuning uchun boriga aytilaveradi, tishini aytdik, sutini aytdik, ma'lumotini ko'rsatdik. Pulichi pul endi. Bomba tashlayman buni ham. Nech pul deymiz? Semiz ekan. 25 ham yo'q. 25 ham yo'q. Yo'q, 24 ham 24 million ana. 24,5 deyman dedim, 24 million. 24 kam bor. 24 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ikkilanmay telefon qilsin, moncha beraman degan odamga xudo xolasa foydaga kirsa boru birinchi xaridorga sotiladi. Aloqa chiqasida 24 million so'm baho aytildi. O'ylab qaraganda ikkita bo'zayda puli bo'lyapti, olasiz, lekin suti bor bittasini. Enasi ham, mana molni bo'g'ozini ham bermaydi kerak bo'lsa. 9 oylik bo'g'oz bo'lsa 24 millionga bermaydi. 24 million kami bor. Yonidagisi naq, bolasi yoshi zo'r. Vodiy bo'ylab dastavkasi mendan. Mana o Perevalgacha ag'i Qirg'iziston chegarasigacha dastavka ichida. Shunday baraka deydi, shintaga yetib boradi. Juplab olaman deslar ham bo'lyapti, 49,5 bo'ladi. 49 agar jupini so'rasa 49 million kami bor. Bitta sigirni puliga to'dolasi 4 bosh mol olasizlar. Bittasi eng qizig'i ovoz. Yoshlari zo'r ekan. Aloqa chiqasizlar, xohlasa arzon qilib, kimgadir bitta mol kerak, kimgadir ikkita mol deganlarga mana tayyor ikkitadan bolalari bor. Xohlasa yoshi zo'r ekan. Navbat endi oxirdagi 3-bo'g'ozga navbat. Bu Zohidjon kimga sotaman buni aytaymi, hali pul to'plab olib bitta molga yetkazolmay, endi nima bo'lsa bitta qarindoshi olib ketib olib, yana o'nbob pulni ola olmay, men mol ola olmayman ekanda degan odamlar umid qilsa oladi bugun. Xudo xolasa. Ha. Shunaqa narx bo'ladi. 6 oylik bo'g'oz Zohidjon. Mana bolasi shunday qo'lga tegadi. Bunga uzyapar shart emas, ha?
Yo'q, xolasini doktori bilan tekshirtirib olsin, kutib olsin. Mana shunday qilsa qo'lga bolasi tegadi. Bilan tekshirib olaveradi. Bitta tuqqan, bo'zay hali. Endi yaxshiligidan erta qochib hali yilda mola beradigan mol bo'lgan ekanda. Rangi ham chiroyli rang ekan, qizillardan. Eston rang. Mo yelinini mo qarang. Bo'lmasa bitta tuqqan xonasi mana to'ralasi 4 joyda. Hamma yo'g'i joyda, yuvoshligi mo mazza qiladi. Chiroyli mol ekan, o'z rangi ham chiroyli ekan. 3 oy kutadi, 3 oy kutadi. Ko'p bo'lsa 3,5 oy kutar. Endi 5-10 kun hali o'tkazib yuborsa, yo egasi hali adashmovchilik. Xudo xolasa 20 million, 21 millionlik uyda sigir paydo bo'ladi. Ha, to'g'ri, joydan keyin. Hozir bitta bo'zaychan pulga beraman. Bo'zaydi puliga, lekin bo'g'ozligi aniqqa, yoshligi aniq. Atepani xohlasin doktori bilan tekshirtirib olsin. Xohlasin o'zi bilsa bunday qilib qo'liga tegizib ko'rib olsin. Mana 4 dona tishi, 3 yashar bo'zak. Mana yilligiga hisoblaganida, yilligiga hisoblaganingizda mana 4 dona tishi. Yuragi 4 ta. 3 yashar bo'zak, bitta tuqqan, shunaqa. Ikkinchisini tug'adi Zohidjon. Molni ko'rinishiga. Buni ma'lumot qolmadi bunga beradigan. Hech pul deymiz pulini. Bo'yi 1.15 1.20 ga bormasa kerak. 1.15 bilan 1.20. Kichkina mol. Endi hali bir xilgilar telefonda katta ko'rinar ekan deb bizcha hali birarda bir ozgina muammo ham bo'lib qolyapti-da. Endi o'zi mollar mana turishda bo'ladi-da. To'g'ri. Shu molni minib to'yga borib bo'lmaydi baribir. Endi bitta mol puliga yarasha tamom. Shunaqa. Narxinimi Zohidjon? Ha. Hatto yangi tug'ilgan bo'zayda 15 million, 16 million bo'lyaptimi? Shunaqa bo'lyapti. 16 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Kamini kelishiladi. Qilib beraman. 3 oydan keyin unda bolasi yoniga bitta bola tushib qolsa, agarda bolasini zo'r novoz tushib qolib bu 3 oy baqadigan bo'lsa, shu pulga sotib olsalar bo'ladigan naq bo'ladi xolos. Mazza qiladi. Aytayapman mana 3 oy 3,5 oy pulini ushlab tursa, 12 ta, 11 ta, 12 ta dollar sandiqda turmaydi, molxonasiga baylab qo'yadi. Ertaga 20 millionga sotsa 15 ta, 16 ta dollar bo'lib qoladi. Qo'shiladi. Har oyga bittadan dollar foyda qilaveradi, xudo xolasa. Sof foydasi, xudo xolasa. Yana bitta gap aytaymi? Yana 500 ming tushdi. 500 ming. 15,5 million kami bor. 15 deb qo'ysa-chi? Yo'q. Joyiga qarab murosa qilamiz. To'g'ri gap. Balki 15 ta pastda sotarman, balki 15 ga sotarman. Joyiga qarab murosasini qilaveramiz. Dastavkasi ham bor 15,5 million dastavkasi mendan kami bor ketdi Zohid. Kamini kelishlar. Aloqa chiqarsalar. So'ragan odamga sotaman. Yoshi, mol yemasa, ussa, tepsa, tuqqandan keyin sog'dirmasa, yotganda bachadoni chiqsa, mana shuncha g'ubor bo'lsa meniki. 3 oy boquvdim, tug'ib sog'dirmayapti desa, 3 oylik yuvosh molni pulini berib qaytarib olaman. Shunaqa shart. Gapimga javob. Mana shu molni yuvoshi bozorda 20 million bo'lsa, 20 millionga qaytarib olaveraman. Xudo xolasa mana arzon qilib beradi. Xudo xolasa qaytmaydi. Xudo xolasa. Aloqa chiqarsa mana arzon naqd olaman degan aka-ukalarga qanday shulay tashabbur berasizlar? Videoni endi yurtishlarini ko'rsatamiz. Yetalab yetovini ko'rsatib beramiz endi. Sog'ib sutigacha ko'rsatamiz. Qani bo'lsam boshlaylik bismillah. Bolasi novosida. Bu joyda 1.25 keladi Zohidjon, kichkina mol bas. Katta ham mol bas, lekin kichkina ham mol bas. Rosa bitta ro'zg'ordim. Mana novosida. Bolasi ham dadil bo'lib qopti. Bolasi ham ichi ketdi yo'q. Sog'lom, dangillab ham yuribdi. Xudo xolasa sifatli bo'lsa, novoz bo'ladigan joyda bitta ro'zg'orga bemalol yetadi mana. 25,5 million kami bor, qayerda bor Zohidjon? Kamini kelishlar. Olsin, baraka topsin. Rahmat aytib sog'ib etsin. 2 oy 3 oy boqib novosini katta qilib olib chiqsa, foyda ham qiladi bundan. Mana shunaqa. Bolasi ham zo'r ekan, chiroyli novoz bo'ladi. Aloqa telefon qilsin. Yurtishlari, dalillar muammo bo'lmaydi. Shunday sotaman, hali to'xtab turchi, keyingi odam 3-400 ming qo'shamikin deyish gap bo'lmaydi. Bo'lmaydi, dolasi. Necha foydaga kirsa sotdim. Kelishiladi. Ikkinchisiga dab chiqyapmiz. Molni qarang. Yo'g'onlik gap yo'q ekan lekin. Chiroyli mol. Bu kichikroq mol ekan Zohidjon. Aytib qo'yapmiz, syomkada hali telefonda katta ko'rilar, lekin bitta molni jasadi, bitta molni sifati bor o'ziga yarasha. Bor ko'rinishi. Mana bolasi ham baquvvatgina. Ancha dadilib qoldi bolasi. Qaytaraveradi. Yurtishlari mana buniki ham ko'rinishi yaxshi, ammo uzunligi uzunroq ekan. Hamma narsa puliga yarasha bo'ladi. To'g'ri. To'g'ri gap. Xudo xolasa, hali 24 million kami bor deb kelishtirib bergandan keyin 24 ni pastida puli bor odam mol ololmay o'tirmaydi-da, mas'ularni olib, shukrini qilib mol qilib oladi-da. To'g'ri. U odam hali 30 millionlik molni ola olmaydi-ku. Nechta olmaydi yoki. Endi vaziyatga qarab, puli bordir, hisobi bor hammasini. 50 million puli bor odam ham, 20 million, 25 millionga bitta mol olib qo'yib, qolganini rejasi bo'ladi-da. To'g'ri. O'shanday borini aytib sotaman Zohidjon. Yoki ikkita oladi. Lekin bichimlari chiroyli ekan. 24 million kami bor, moling bormi desa, deydigan uyda qozig'ida turadi. Bola chaqasi kelini banka oqtari, sut oqtari yurmaydi. Keyin bu kichkinalarda zo'r tomoni bo'ladi, chidamliligi qolganlardan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Yilda bola beradigan mol. Yilda ham bola beradi, organizm baquvvat bo'ladi. Mana Zohidjon. Xolos bo'g'ozga navbat endi. Bitta bo'zaydi. Haqiqiy tiko. Tikoni narxida o'zi ham. Ha, bitta bo'zaydi puliga, lekin bitta bo'zaydi puliga oladi. Xudo xolasa sog' salomat, mana chiroyli 3 oy boqsa, bahorga chiqib yerga ko'k chiqqan paytda tagiga bitta chiroyli novosda tug'ib bersa, sotib olsa ham 5 million foyda qiladi, bo'lmasa sog'ib bitsa ham
bitta ro'zg'orini bemalol İşte sutsiz qatiqsiz qo'ymaydi-da. qo'ymaydi ekan, işte. Endi buni puliga kerak bo'lsa katta molda bir qattalik sutini puliga keladi bu. Omon shunaqa. Yurishtirishlar buniki ham zo'r, ko'rinishi Yeto, gap joyida, yo'q. yoshi yosh, Sifatli. sifati joyida, Estonga tortgan mol, arg'amchinoqlar qo'ygan. Yoshidan olaman deganlarga haqiqiy yoshidan 15,5 million ketdi vodiy bo'ylab, dastavkasi mendan. Xohlagan joydan so'rashaversin. telefon qilib Uzoq joydan so'rasam, rosasini qilib beraman. iloji bor. Endi sigirlar sog'ib beramiz. Navbat idirishga, sog'ishga xohlasa sutlarini boran sog'ib Yedirib beramiz. mana 2 sigirga 2 ta paqir. Hozir borini sog'ib, 3 litr beradimi, 2 litr beradimi, 5 litr beradimi, tushganini sana xudo bir mahallik suti. Ko'rsataman. Haqiqiy ham mana kechqurun bolalarni ajratganmiz. Hozir sog'ib olib yana tagiga qo'yib yuboramiz. Sog'ishni boshladik. Yuvashlikni qarang, yelinlar yumshoqligini qarang. Bu oldi tomonda 2 tasi bor. O'zimiz tomon sog'ilyapti. Bu orqa tomonda 2 tasi. Mana o'ta yumshoq. Mazza qiladi, yuvoshligi joyida. Hozir mana borini taqirga tushgan sutini ko'rsatib beraman. Tamam. Aloqa chiqarsa, ravonligi, yumshoqligi, xotirjam tekshirishib olsin. Aloqa chiqarsa, novvat bolalardan yoshidan olaman, sut yaxshisidan ro'zg'orbob olib olaman deganlarga tashabbur arzon qilib beriladi. Ola sigirimiz sog' bo'ldi. To'xton. Kilamay olsin, sutidan xudo xolasa xijolat bo'lmayman. Hali xohlasa. aytganimdan ko'p bersa beradiki, kam bermaydi. Yolg'onchi bo'lib olmayman. Xudo xolasa. Mana shu Hozir sog'ligim o'zidan chiqqan. kechqurun ajratganmiz. Shomdan oldin mol qarayotib, bolasini ajratib qo'yganmiz. Uyga kelgan xaridorlar ham ko'rishgan. Hech qanday g'ilofat yo'q. Mana bir mahallik suti. 4,5-5 litr chiqsa, kech payti 2,5-3 litr bersa, 7 ta 8 ta bo'lib qolishi mumkin. Mendan 6 taga olsin. 6 taga hisoblashaversin. Ko'proq olsa xursand bo'lsin. Hozir sog'ligim o'zidan chiqqan suti. Yo'q, ana qarang. Qo'yiligi ham. Ola bo'lgan bilan suti quyuq ekan mana. Yo'q ekan, ha. Yaxshi ekan, qattiq qo'yiligi ham bo'tonaqligi zo'r ko'rindi. Birinchi sigirimiz sog' bo'lindi, navbat ikkinchi sigirga navbat. Kash qaytarib turishibdi. Ayaqni ko'tarib turadi. Ko'tarib turadi. Hali aytaman, mol sog'ishga repetitsiyaga yetgan mol sog'magan keliniga olib bersin. Mana bilan mol sog'ishni o'rganadi, ya'ni katta mol olib beradi, 40 millionga 20 litr suti bor molda. Xohlasa katta. Mana oldida ikkitasi, bu orqada ikkitasi. Nay tomoningda sog'ilyapti. Dolasi to'rlasdan chiqishlari. To'rov ham o'ta ham ravon. Xudodan ko'rinishi, dolasi ko'zda emas yaxshi. Aloqa chiqasizlar, arzon qilib beriladi, kelishiladi. Sifatli bo'lsin. Borini sog'ib beraman hozir. 2 litr beradimi, 3 litr beradimi, buni ham bir mahallik suti. Sog'ib Uzib turamiz. Bo'ldi xohlasa. Bu turgan joyini ham qarang, Zohidjon, 1 santimetr tuyog'ini ham zildirib qo'ygan yo'q. Shunaqa mol. Aytayapman, hali moldan qo'rqadigan, yangi mol o'rganib shu kelinim ketdi, yosh mol bo'lganda olib berardim degan odam olib bersa, shu kelini shu mol bilan mol boqishni o'rganib, mol sog'ishni o'rganadi, yana eldan ferma qilib beraveradi keyin. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana Zohidjon. Bori, hech qanday nimasi yo'q. Bir mahallik suti. Qo'yib yaxshigina. 3 litrmi, 2,5 litrmi, mana shu bir mahallik suti. 5 litr sutga beraman molni bir kunligiga. Bir kunligiga. Ha, undan bu 6 litr, 7 litr demayman. 6 litr, 7 litr o'zi chiqarib olsa, ajomas. rahmat aytib, kommentariyamizga yozib qo'yadi. Yo bo'lmasa telefon qilib, "Uka, to'g'ri gapirgan ekansan" deb qo'yadi. 5 litr, 4 litr sutini bersa, o'sha aytdim-ku, kelini banka o'sha sut oqtarib yurmaydi. Uyida xamir qatig'iga nevarasini sutsiz qatiqsiz qo'ymaydi, xudo xolasa. Sog'lomligi mana. Zohidjon, bu bo'zaklar dangilla mana, ichi o'tgan yo'q. Oborib e'tiborsiz qo'yib, ichini o'tkazib qo'ysa ham bo'lmaydi. Endi bu ham hayvon. Ozgina e'tibor berish kerak. E'tibor bilan bo'lsa, 15 kun, 20 kun. 15 kun, 20 kundan keyin bo'zaklar bemalol o'tiqadi, ancha-muncha sut hazm qiladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Bo'lmaydi xolasa. Xudo xolasa, mana bor ma'lumotini berdik. Molimizni olishsa, baraka topsin. Olishmasa videomizni tomosha qilib, sizga bitta like bosib, menga bitta chiroyli fikr yozib qo'ysin. Mazza qilaveramiz. Rahmat aka. Hammaga sog'lik, omonlik, uyiga qut baraka tilayman. Sog' bo'ling. O'zbekiston rasa boy bo'lsin, hammamiz boy bo'laylik, ilohim. Aytgansiz kelsin. Barakalarini yog'dirsin. Aytgansiz kelsin. Sizga ham rahmat, salomat bo'ling. Hammaga rahmat deb qolamiz. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Oxirigacha ko'rganlarga qo'llab-quvvatlab, like bosib, kommentariy yaxshi fikr bildirganlarga ham rahmat deb qolamiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uylaringizga beshikka yetib borsin sigirlar, bo'g'ozlar. Doim shunaqa sigir bo'g'oz olaman deganlar uchun bo'ladi. Bemalol telefon qilsanglar, ular sizlar uchun ma'lumotlarni alohida Telegram va imodan berib o'tilaveradi keyingi mollarda.